Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Toshloq tumani Qumariq degan joyga shunaqa terasga olib kelib qo'yib berganmiz. Aynalari 2 qavat oq bo'lgan, ichkarida padagonnilar bo'lgan. Dupmokko degan svetda bo'lgan. Doimgidan sal to'qroq bo'ladi bu. Arkafonlarini ham chiroyli qilib, ruchkalarini ham originaldan chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Kalitlari ham chiroyli, fasolli bo'lgan. Ochilib yopilishlari ham ideal bo'lib o'rnagan. Ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, padagonlilari kekbalojga qo'yilgan. Ruchkalarni ham chiriqlaydigan olibda ruchkalarni qo'yib berganmiz. Yonga ochiladi, temir mexanizmli bo'ladi. Ancha-munchaga buzilib qolavermaydi. Kirishkalari, kekbalojning nimalari bu tomonda eshigi ham bor. Xo'p. Bu har bitta ronda bittadan ochiladigan bo'lib, shunaqa qaytarib qo'yilsa, hech kimga mishat qilmaydigan qilib qo'yib berdik. Xo'p. Bu tomonga ham ko'pincha o'ng tomonga ochib qo'yiladi. Biz shu ustun tomonga ruchkasini qo'yib, bu tomonga qaytariladigan qilib qo'yib berdik. Ko'rishlaring mumkin. Ancha udobniy chiqqan. Xo'p. Metrini narxini tashqariga chiqib. Xo'p, 2 qavat ayna, oq aynaga Dupmokko profilida Toshloq tumaniga shunaqa 13 metrli teraskamizni xo'p 14 million 200 ming so'mga olib kelib qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.